Sport taksani bombasi boshlandi. Qo'limdagi Airazon Boots'i narxi 190 ming so'm. To'g'ri eshitdinglar, paytida 400 ming, 450 ming sotilgan Airazon Boots'isi endi 190 mingdan. Bizga juda katta partiyada 5 xil modelimiz keldi 190 mingdan. Ukam yaqindan ko'rsat sifatlar juda ham a'lo. Razmeri 40 dan 44 gacha. Xohlasanglar naskisiz varianti yaqindan ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli 190 mingdan tanlab olib keturasizlar. Qora ranglari ham bor, qora rangli naskili varianti ham bor. Endi men sizlarga sifatini tekshirib beraman. Mana bunaqa upakovkada keladi. Buni bemalol korobkaga solib, o'natga qo'yib 400 ming, 450 ming sotsa ham bo'ladi. Lekin bizda buni aksiya narxida oldik. Sizlarga ham aksiya narxida sotamiz. Endi ochib ko'rsataman sizlarga. Ichdan bunaqa pasportlari ham chiqadi. Oldingilarda bizda chiqmas edi. Upakovkalar ham o'zi boshqacha. Mana chiqdi oq rangi 190 ming so'm. Razmeri 40 dan 44 gacha. Mana oldin sotgan modelimiz. Orqasini ko'rishingiz mumkin. Bunda nakleyka yozig'i, bunda bo'rtirib chiqarilgan. Materiallar ham bunda xiraligi bor. Bunda yaltirab turib, tegida ham o'zingiz sifatini tekshirib olsangiz bo'ladi. Xira yarkiligini ko'rasizlar, farqini juda ham katta. 190 ming so'm qo'rdi. Bemalol kelib ovuringlar. Razmerni eslatib o'taman. 40 dan 44 gacha. Yana bitta Qurbon hayiti munosabatidan juda katta yengillik qilganmiz. Phantom Boots'ni sotganmiz 250 mingdan. Endi hammasini narxi, Nike'lar bular hammasi 190 mingdan bo'lib ketdi. Shoshilinglar, aksamiz shu Boots'lar hammasi tugaguncha davom etadi. Elite Sportda faqat bundan ko'prog'ini kutinglar. Like, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.